70 kilogramm yuk. Qo'limda ikkita bola, bir o'zim. Katta orzular ila O'zbekistondan Angliyaga yo'l oldim. Qiyinchiliklarga qaramasdan. Qizim 2 yoshda, o'g'lim esa 7 oylik xolos. 7 soatlik parvoz, butunlay begona yurt, ingliz tilini esa uncha bilmayman. Lekin yuragim katta, chunki men o'zbek ayoliman. Eng qizig'i esa 70 kilogrammlik yuk ichida mechta qozonidan tortib ko'rpachasigacha bor. Axir biz o'zbekmiz-da, ertaga kerak bo'ladi degan xalqimiz. Samolyotdan tushishim bilan erim kutib oldilar. U kishi 1,5 yildan beri Angliyadalar. Meni 1 oylik homilam payti o'qishga kirib ketgan edilar. Ammo men sabr qildim. Ota-onalarimizning duosi bilan kuch topdim. O'sha paytda men 4-kursda edim. Faqat ozgina sabr, yana 1 yil o'qishni tugatish qolgan edi. Shu tarzda men ham Angliyaga yetib keldim. Xullas, bu boshlanish edi. Biz yashaydigan uyning 1 oylik arendasi $1500 edi. Narxiga yarasha sharoit bo'lsa ham mayli edi-ya. Lekin holatini ko'rsangiz, mayli, sabr. Bu haqda keyingi qismda aytaman. Siz esa musofirdagi sabrli o'zbek keliningizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.